Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. Videoni ko'rishdan oldin kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. 13 fevral kuni amalda bo'ladigan valyutalar kursi bilan tanishing. 1 AQSh dollari 12.275 so'm 58 tiyin bo'lib 11 so'm 73 tiyinga arzonladi. 1 yevro kursi 14.591 so'm 98 tiyin bo'lib 52 so'm 4 tiyinga arzonladi. 1 Rossiya rubli 159 so'm 9 tiyin bo'lib 26 tiyinga qimmatladi. 1 qozoq tengesi 24 so'm 84 tiyin bo'lib 18 tiyinga arzonladi. Videomiz yoqqan bo'lsa like bosing, kanalimizga obuna bo'ling. Manba Markaziy bank.